Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo aloqasining asliga kelishiga ergishib, Xitoyning Amerikaga bergan savdo va'dasining oran 53%ni o'rindiganligi o'tirg'a chiqdi. Xitoy bultur imzolangan savdo kelishimiga asosan Amerikadan setib olishga va'da bergan 200 milliard dollarlik qo'shimcha mahsulot mulozimatining oran 53%ni o'rindigan bo'lib, bu kelishimdagi nishonidan xeyli to'van. Shimoliy Koreya doiralari Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining xatarlik vaqtliq bomba bilan o'ynayotganligini xabar qildi. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchilaridan biri 19 oktyabr Markaziy axborot agentligining o'z davlatining boshqarilgan bomba sinoqi va buningga bo'lgan inkoslar haqida to'xtaldi. Bayonotchi boshqarilgan bomba sinoqining qonunliq o'zini qo'g'dash huquqini yurgizish ekanligini aytdi. Xitoy bayrog'i esilgan 4 dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqiy dengizga talash tortishdagi Sinkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirdi. Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atritining ogohlantirishi natijasida Xitoy paraxotlari bu rayondan ayrildi. Arab parlamenti Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Aljeriya haqidagi bayonlarini ayblab, bularning mas'uliyatsizlik va qabul qilg'ili bo'lmaydigan ish ekanligini e'lon qildi. Macronning Aljeriyaning mustamlikachilik tarixi Fransiyaga bo'lgan o'chmanlik ustiga qurilgan degan so'zlari 2 oktyabr shanba kuni Le Monde gazetida e'lon qilingandan keyin Aljeriya hukumati 3 oktyabr yakshanba kuni Fransiya harbiy aeroplaniga havo bo'shligini taqilganligini e'lon qildi. Xitoy hukumati Wuhanda tunji qatim paydo bo'lgan koronavirusining qayta tarqalishining oldini olish uchun davlatining shimolidagi 400 aeroplan va poyezd safarini amaldan qoldirdi. Bu qatimliq yuqum Xitoyning shimolida sayohat qilgan bir juft ayolda ko'rilgan bo'lib, bu yashangan ayol sayohat qilgan poytaxt Beyjingni o'z ichiga olgan 5 o'lkada yuqumlanuvchi bayqalgan. Amerika yuk transport jamiyatining raisi Chris Spire CNNning ziyoratini qabul qilganda yuk mashinasi shofirining kamchil bo'lishiga diqqat qildi. U Xitoy virusi yuqumidan ilgari yuk mashinasi shofirga bo'lgan ehtiyojining 61 mingdan oshib ketganligini, hozir bo'lsa 30% oshib 80 ming kishiga yetib rekord yaratganligini aytdi. Xitoyning sharqiy shimoliga joylashgan Xinyang shahridagi bir binoning birinchi qavatiga joylashgan restoranda gaz portlash natijasida qo'rqinchli suratlar paydo bo'ldi. Xitoy doiralari portlashda 4 kishining qazo qilganligini, 47 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Doiralar qazo qilganlarning ko'payishidan andisha qilmoqda ekan.